Yazovon tumanida nuronlari bugun dam olish uchun ichki turizm tizimi bo'yicha Namangan viloyatining Pop tumanidagi, ya'ni Pervalikdan o'tmasdan 10 tomondagi Oqtepa qishlog'iga keldik. Mana yong'oqzor dam olish maskanida dam olyapmiz. Qarang, bu maskan shunaqa Pop tumaniga qarar ekan. Qarang, atrofdagi manzaralari qarang. Hamma yoq dam olish zonalari, qarang. Tog' yonlarida. 10 tomondagi dam olish kottejlari qarang tepada. Shunaqa tepada joylashgan. Qarang, alohida 10 kishilik, 20 kishilik oilalarga mos dam olish zonalari juda rivojlangan ekan. Demak, o'sha o'zimiz Pervalik yetmasdan turib, Pervaldan o'tmasdan turib 10 tomon kirgan yo'nalishda bo'lar ekan. Qushlarlar hammasi tog' adirlarda joylashgan ekan. Juda sharoitlar yo'q, salqin, zo'r joylar ekan. Hozir shu yerda dam olyapmiz. Yazovon tumanidagi barcha nuronlarga mana avtomobillar turgan stankalari hammasi bor ekan. Bemalol. Hozir tomosha qilasiz, ichki tomonlarni ham ko'rsatamiz. O'rmon, salqin, xullas kalom faqat dam oladigan joy ekan.